Endi og'zak ko'radigan misollar ishlaymiz. Masalan, ya'ni o'zaro tub sonlar yoki karrali sonlar. Masalan, 20 bilan 40 bo'lsa, mana 20 bilan 40 bo'lsa, bir-biriga karrali. Bir-biriga karrali bo'lsa, e kubi nima deyilsa, e kubi 20 deyiladi. E kubi nima deysa, e kubi 40 deyiladi. Ya'ni bir-biriga karrali sonlar bo'lsa, kichkinasi e kubi, mana 20 kichkinasi e kubi, kattasi e kubi bo'ladi. Xo'p, yana 30 va 60 bo'lsa, bir-biriga karrali, bu bunga bo'linadi. Demak, e kubi nima bo'ladi? E kubi. E kubi 30 bo'ladi. E kubi 60 bo'ladi. Masalan, 12 bilan 48 bo'lsa, 48 12 ga bo'linadi. Demak, karrali. E kubi nima desa? E kubi 12. E kubi nima desa? E kubi 48 bo'ladi. Demak, bu kichkinasi, bu kattasi bo'lyapti. Shunaqa. Endi o'zaro tub son bo'ladigan bo'lsa, o'zaro tub son. Masalan, 5 va 13 o'zaro tub son. E kubi nima desa? E kubi 1 deyiladi. E kubi o'zaro tub son bo'lsa, e kubi 1. E kubi nima desa? E kubi ikkalasining ko'paytmasi. 5 ko'paytirib 13, ya'ni 65 deyiladi. Yana 7 va 8 bo'lsa, e kubi nima deyilsa? E kubi 7 va 8 o'zaro tub son deyiladi. O'zaro tub son degani ikkalasi bir vaqtda faqat birga bo'linadigan sonlar. Yoki ketma-ketgan sonlarning hammasi o'zaro tub desa ham bo'ladi. Yoki ikkita tub son har doim o'zaro tub desa ham bo'ladi. Demak, e kubi nima desa 1. E kubi nima desa, ikkalasining ko'paytmasi 7 kira 8 56. Demak, o'zaro tub son degani ikkalasi bir vaqtda faqat birga bo'linadigan sonlarga aytiladi. Xo'p, qoidalari ketma-ket kelgan sonlar har doim o'zaro tub. Masalan, 1000 bilan 1001 ketma-ket kelgan, shuning uchun o'zaro tub deyiladi. Masalan, 7 bilan 8 yoki 31 bilan 32. Xo'p, yoki ikkita tub son kelsa, masalan, 5 bilan 13 yoki 7 bilan 11, ikkita tub son kelsa ham o'zaro tub deyiladi. Endi xo'p, 5 bilan 17 keldi mana. 5 bilan 17 kelsa, bu ham shu, o'zaro tub. E kubi nima desa? E kubi 1. E kubi nima desa? E kubi ikkalasining ko'paytmasi. 5 kira 17 85. 5 ko'paytirilgan 17. 85 deyiladi. Xo'p, va hokazo boshqa masalan 10 bilan 11 kelib qolsa ham, 10 bilan 11 bo'lsa e kubi 1, e kubi 10 ni ko'paytiramiz 11 ga, ya'ni 110 bo'ladi deyiladi. 100 bilan 101 kelib qolsa ham, e kubi nima? 100 bilan 101 deki e kubi 1, e kubi o'sha 100 bilan 101 ning ko'paytmasi. 10100 bo'ladi. Endi xo'p, masalan 5 va 15 keldi. Mana og'zaki ishlaymiz buni. E kubi nima? E kubi 5. E kubi nima? 15. Xo'p, yana 13 va 14 keldi. Mana 13 va 14. E kubi nima? E kubi 1. E kubi nima? Shu ikkalasining ko'paytmasi. Ya'ni 13 ko'paygan 14 bo'ladi. 13 ko'paygan 14 182 ko'paytirsak. Xo'p, yana 5 va 6. E kubi nima? E kubi 1. E kubi nima? Ikkalasining ko'paytmasi. Xo'p, 5 va 10 bo'lsa, 5 va 10 bo'lsa mana, 5 va 10 bo'lsa, e kubi kichkinasi, e kubi kattasi. Demak, adashtirib qo'ymaymiz mana. Bir-biriga karrali son bo'lsa, e kubi kichkinasi, e kubi kattasi. O'zaro tub bo'ladigan bo'lsa, e kubi 1 ga teng, e kubi ikkalasining ko'paytmasi. Ya'ni 5 kira 6 mana bunda 30 ga teng deyiladi. Endi kasr sonlarda e kubi ko'ramiz. Masalan, formulasi e kub a taqsim b bilan s taqsim d ga deyilsa, tepaga e kub topiladi. Tepaga e kub a va s ga, mana a va s ga, pastga e kub. E kub pastda nima? B va d. Ya'ni formulasi eslab qolamiz. E kubni so'rasa, e kub nima so'rasa o'sha tepaga topiladi. Mana e kubni so'rasa, e kub tepaga topiladi, e kub pastga topiladi. Ya'ni so'ragan narsasi tepaga, sherigi pastga topiladi. Tepadagi sonlar bo'yicha ishlanadi, pastdagi sonlar bo'yicha ishlanadi. Bu formulasi. Endi e kub so'rasa, e kub so'rasa, masalan, a taqsim b bilan s taqsim d so'rasa, mana shunaqa so'rasa, demak, tepaga e kub topiladi. Tepaga e kub a va s ga, pastga e kub b va d ga. Demak, tushunib olamiz. Nimani so'rasa o'sha tepaga topiladi, sherigi pastga topiladi. E kub so'rasa e kub tepaga, sherigi e kub pastga. E kubni so'rasa o'sha so'ragan narsa e kub tepaga, sherigi pastga. Tepadagi sonlar bo'yicha ishlanadi, pastdagi bo'yicha ishlanadi. Ya'ni suratdagilar tepada turadi, mahrajdagilar pastda turadi. Endi shunga doir misol ko'ramiz. Bu formulasi, misol, masalan, e kub 2 taqsim 3 va 3 taqsim 4 bo'lsa, tepaga e kub topamiz. E kub qaysiga? 2 va 3 ga. Tepada 2 va 3 bo'lgani uchun pastga sherigi, e kub sherigi e kub.
Xo'p, 3 va 4 bo'yicha. 3 va 4 bo'yicha. Endi topadigan bo'lsak, e kub 2 bilan 3 ga. Mana 2 bilan 3 ga e kub nima desa, o'zaro tutgan bu. Ketma-ket kelgan sonlar o'zaro tutganlar deyiladi. O'zaro tut bo'lsa, e kubi nima? 1. Bunda bu ham ketma-ket kelgan, bu ham o'zaro tut. O'zaro tut bo'lsa, bu 3 bilan 4niki ko'paytmas. Ko'paytmasi 3 kira 4 12. Demak, xulosa 2 taqsim 3 va 3 taqsim 4 ning e kubi nima desa, 1 taqsim 12 deyiladi. Keyin e kub 2 taqsim 3 va 3 taqsim 4 ga e kub topamiz endi. Tepaga e kub topiladi. Mana tepaga e kub 2 va 3 ga. 2 va 3 ga, pastga e kub 3 va 4 ga. Demak, e kub topamiz tepaga e kub bir-biriga nima o'zaro tut bo'lsa, bir-biriga ko'paytirib qo'yamiz. 2 kira 3 6 bu. 3 va 4 yana o'zaro tut, e kubi nima desa 1. Demak, bo'larsak 6. Demak, 2 taqsim 3 va 3 taqsim 4 ning e kubi nima desa, e kubi 6 deyiladi. Endi karrali yozyapman. Endi og'zaki ishlanadiganlar yozib qo'yapman, og'zaki ishlanadigan. Xo'p, yozib ishlaydigan bo'lsa ham shu e kubi topib joyiga qo'yib ketaveramiz. Hozir e kub 3 taqsim 5 bilan 9 taqsim 25, ya'ni bir-biriga karrali qilib yozyapman. Endi bundan e kub topamiz tepaga. E kub tepaga 3 va 9 ga, pastga e kub. Xo'p, e kub pastda qanaqa sonlar bor? 5 va 25. Ya'ni shundan e kubi kichkinasi 3, e kubi kattasi. Mana e kubi kichkinasi bo'lyapti, kichkinasi 3 bo'lyapti. E kubi kattasi 25 bo'lyapti. Ya'ni bir-biriga karrali son bo'lsa, qoidasi shunday. E kubi kichkinasi bo'ladi. Mana 3 bilan 9 karrali, kichkinasi 3. E kubi bo'ladigan bo'lsa, 5 bilan 25 karrali, kattasi 25. Keyin e kubi bo'lsa, hop, e kubi 3 taqsim 5 va 9 taqsim 25 ga topyapmiz uni. Demak, tepaga e kub topiladi. E kub 3 va 9 ga, pastga e kub topiladi. E kub. Xo'p, 5 bilan 25 ga. Shunda tepaga e kub kattasi 9, mana 3 bilan 9 kattasi 9. Bunga e kub kichkinasi 5. Demak, javob 9 taqsim 5 bo'ladi. Endi boshqa sonlar kelib qolsa, hozir men og'zaki ishlanadigan mana 2, 3, 3, 4, ya'ni o'zaro tut qilib yozdim. Bu yerda 3, 9, 5, 25, ya'ni bir-biriga karrali qilib yozdim. Endi o'zaro tut bo'lmay qolsa yoki xo'p, karrali bo'lmay qolsa, oldingi qoida bo'yicha ishlaymiz. Ya'ni sonni tub ko'paytirishga ajratamiz. Ikkalasida borining kichkinasi olsak, e kubi. Ikkalasida borining kattasi va yo'g'ini ham olsak, e kubi deb topib ketaveramiz.